Bolam shamollagan, isitmasi chiqqan vaqtida yuragi tez urib, dukullab ketyapti. Bu xavflimi? Nima qilsam bo'ladi deb bir kuzatuvchimiz yozvordilar. Bugun shu mavzu haqida gaplashamiz. Tana harorati har 1 gradusga, 2 gradusga ko'tarilgan vaqtida yurak urishlar soni 10-15 martaga ko'payadi. Buni asosiy sababi nima? Hayotda ham qayerdadir urush bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerga qurol-yarog', ovqat, suv shunaqa kerakli bo'lgan narsalar ko'proq yuboriladi. Asosiy fokus o'sha joyga qaratiladi. Tanamizda ham qanaqadir infeksion jarayon boshlangan vaqtida yurak urishlar soni ko'payadi, ya'ni aynan isitma chiqqan vaqtida. Sababi, o'sha infeksiyani chiqarib yuborish uchun moddalar almashinuvi tezlashishi kerak. O'sha yerga ko'proq qon kerak, ya'ni qon tarkibidagi kislorod, ozuqa moddalar, himoyachi immun hujayralari o'sha joyga ko'proq kerak. Shuning uchun atayin tanamiz yurak urishlar sonini ko'paytiradi. O'sha joyi ko'proq ozuqa bilan, kislorod bilan ta'minlash uchun. Qiziq holat bu. Tanamiz judayam mukammal yaratilgan. Hamma narsa shu o'zimizni tanamizni himoya qilishga qaratilgan.